Assalomu alaykum hamyurtlarimiz. Men sizlardan yordam so'rashim maqsadi, meni nevaram 5 yashar nevaram rak kasaliga chalinib qolib, hozir qo'limizdan hech narsa kelmayapti. Uylarimizni sotuvga qo'ydik, mashinamizni qo'ydik. Shu bolam maqsad olib qolish. Chet davlatlarga gaplashsak hozir $400,000 so'rayapti. Shuncha narsani sotsam ham yetmayapti. Shunga hammalardan iltimos qilamanchi, yordam berib qo'yishinglardi. Saxovatli hammani qo'lidan keladi deb olsa, bolam yaxshi bo'lsa biz ham qarab turmaymiz, hammaga yordam beramiz, iltimos. Bolamning stipendiyasi ham og'ir ekan, rakni ham 94% уже egallab o'tdi bolamni. Shunga sizlardan hammalardan iltimos qilaman, shu yordam berishinglardi. Yuragim yosh, 5 yashar.